Keyingi omillardan biri qondagi xolesterinning ko'payib ketishi. Ya'ni sizda ortiqcha vazn bor bo'lsa, sizda pankreatitga uchrash ehtimoli yuqori ekan. Nima uchun desa, oshqozon osti bezini ham yog' bosib qolar ekan. Yog' bosgan sari oshqozon osti bezi ishlab chiqargan suyuqliklarni ichaklarga quyilishi qiyinlashib, o'zida turib qolib autoliozis, ya'ni o'zini o'zi yallig'lantirar ekan. Keyingi sabablarimizdan biri infeksiyalar. Turli xil infeksiyalar, ayniqsa oshqozon ichak tizimining infeksiyalari oshqozon osti bezini yallig'lanishiga sabab bo'lar ekan. Keyingi omillarimizdan biri turli xil dori-darmonlar, ayniqsa antibiotiklarni ko'p iste'mol qilish pankreatitni kelib chiqishida eng katta omil ekan. Endi pankreatitni belgilari qanday desa, Mondir uchligi deyiladi, ya'ni og'riq, mana shu oshqozon osti bezi sohasidagi kuchli og'riq, qorinning dam bo'lishi va ko'ngil aynishi. Mana shu 3 ta belgi bemorda Mondir uchligi deb ataladi va pankreatitni belgisi hisoblanadi. Endi ko'ngil aynish ham shundayki, ko'ngil ayniydi, qayd qiladi, lekin yengillik his qilmaydi. Boshqa kasalliklarda ham ko'ngil aynish, qayd qilish kuzatiladi, lekin boshqa kasalliklarda qayd qilgandan keyin bemorning holati yengillaydi. Pankreatitda esa bu narsa kuzatilmas ekan. Endi davolash asosan bemorda birinchi turiga qaraladi, ya'ni o'tkir va surunkali pankreatitlar uchrasa, o'tkir turida asosan reanimatsion va jarrohlik usulida, ya'ni tez tibbiy yordam holatlarida yordam ko'rsatiladi. Og'riq qoldiruvchilar, spazmolitiklar bemorga yuborilganda bemorda shikoyatlar to'xtaydi. Surunkali pankreatitda esa asosan keltirib chiqaruvchi omillarni yo'qotish sababchilardan profilaktika qilish orqali bemorga davo choralari olib boriladi. Ya'ni o'sha zararli odatlardan uzoqroq yurish, tabletkalardan uzoqroq yurish, infeksiyalardan himoyalanish, har xil zararli ovqatlarni kamroq iste'mol qilish orqali pankreatitdan himoyalanish va uni qayta qo'zishdan saqlanib turish mumkin. Pankreatitga uchragan bemorlarga birinchi yordamlardan yana biri hisoblanadi hazm jarayonini yengillatish. Buning uchun turli xil hazm qiluvchi tabletkalar iste'mol qilish o'sha davrda yoki turli xil hazmda yordam beruvchi choylar iste'mol qilish yoki yog'lar iste'mol qilish orqali oshqozon osti bezi faoliyatini yengillashtiriladi va bu kasallikdan chiqib ketish uchun ma'lum bir vaqtlar davomida davo choralari olib boriladi. Hammaga rahmat.